Bugungi kunda vohamiz yoshlari o'z iqtidorlarini nafaqat respublikamizdagi, balki butun dunyodagi tanlov va ko'rgazmalarda namoyish etib kelishmoqda. Turkiyada bo'lib o'tgan Timo 2025 xalqaro musobaqasida ham voha yoshlari faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Termiz shahridagi yoshlar markazida g'oliblarni tantanali kutib olish marosimi o'tkazildi. Muxbirimiz tafsilotlarga to'xtaladi. Timo xalqaro matematika olimpiadasi 2019 yildan buyon o'tkazib kelinadi. Uning 2025 yilgi final bosqichi 17-22 aprel kunlari Turkiyaning Antalya shahrida o'tkazildi. Mazkur musobaqada viloyatimizdan jami 39 nafar o'quvchi yoshlar ishtirok etib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Jumladan o'quvchilar o'z yosh toifasi doirasida 6 ta birinchi o'rin, 7 ta ikkinchi o'rin va 16 ta uchinchi o'rinni qayd etib, umumjamoa hisobida eng yuqori natijani qo'lga kiritishdi. O'quvchilarni kutib olish marosimi bayramona ruhda karnay-surnay sadolari ostida boshlandi. Tadbirda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi vakillari, Termiz shahar hokimligi mas'ullari, ota-onalar, o'quvchilar va ularning ustozlari ishtirok etishdi. Unda so'z olganlar yoshlar erishayotgan yutuqlar mehnat, izlanish va albatta ta'limdagi islohotlar samarasi ekanini ta'kidlab, sovrindorlarni g'alaba bilan qutladilar. Olqishlar ostida esdalik sovg'alari topshirildi. Termiz shahridagi Prezident maktabi o'quvchisiman. Davlatimiz bizga berayotgan imkoniyatlardan juda mamnunman va yaqinda bo'lib o'tgan Timo olimpiadasida bir emas, 2 medal sohibi bo'ldim. Biri oltin, biri bronza. Endigi qiladigan maqsadim ilmimni yanada oshirib, dunyo kezish va dunyoni zabt etish. Timo olimpiadasi ham raqiblarim juda ko'p edi, ammo o'zimga ishonib, hammani yengaman degan maqsad bilan kirgandim va shunday ham bo'ldi. Hammani yengib chiqdim. Ishtirokchilarning yuz ko'zida quvonch, ayniqsa ota-onalar farzandlarining erishgan natijalaridan mamnun edilar. Albatta, ota-ona borki, Dilbandining barkamol shaxs bo'lib ulg'ayishini orzu qiladi. Ana shu yo'lda unga doim ko'makchi bo'ladi. O'g'lim Bahodirov Azamatjon 3-umumiy o'rta ta'lim maktabida 4-da sinf o'quvchisi. Matematika fanlari ustozlariga kattakon rahmat. Bolam o'zi matematika faniga juda ham qiziqadi, sportga. Bu bolalarimiz uchun bir motivatsiya bo'ldi Antalyaga borib kelish. Bundan-da yutuqlar yuqori bo'lishini tilakdoshiman. Davlatimizga kattakon rahmat. Farzandlarimizni shunday iqtidorlarni ko'rsatib berayotganiga va qo'llab-quvvatlayotganiga. Mazkur musobaqada dunyoning turli burchaklaridan, jumladan Hindiston, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Indoneziya kabi 30 dan ortiq mamlakatlar qatnashdi. Ular orasida O'zbekistonning munosib ishtiroki har birimizga faxr, iftixor bag'ishlaydi.